Emirates Group Security. Bilishim bo'yicha bu Sheyx Muhammadning kompaniyasi. Nima qilyapti mashina bu yerda? Bu mashinani men 8 yil burun qurganman. Hozir bular olib kelishgan, men oynani almashtirishimga, servisga kelgan. Bu mashinaga 8 yil bo'ldi qurganimga. 8 yil oldin 8 yil burun qurganman. Mashinaga bronирование mashinaga bergansiz. Hozir men просто bularni servis qilyapti. Bu eng nima olib yuradi bu? Mana Emirates Group, bu dunyoda Emirates Airlines, Emirates Group, bu Security. Bular nufuzli kompaniyalardan biri. Pullar, ana bankomatlarga borganingizdan u pullarni yetishadi-ku. Mana O'shalarni olib yuradi-a bu? Bu mashina mana kodlarni qilib, eshik ochilib, bu meni 8 yil burun proyektim. Lekin hali ham o'sha meni garantiyam tugagan 6 yil burun. No qarab yurasiz hali ham. Qarab yuraman, chunki bular meni partnyorlarim. No faqat voyenniy mashina ishlab chiqarmas ekansizda, kommersiy proyektni ham qilar ekansizda. Mana Qo'y. so'ranglar akalardan. Qo'y. Tanishadimi Ulug'bek Maksumovda yoki yo'qmi? Sheyx o'sha Muhammad Zaydlar bilan tanishmisiz? Men bularni yurtidaman-ku. Menga shunaqa litsenziyani bergan odamlar tanimasa bo'lmaydi. bo'lmaydi.